135 mingga mana bu tayyor smesni olasiz, olib kelasiz. 7 litr suv bilan tayyorlaysiz. Sizga 100 ta morojeniga smes tayyor bo'ladi. 100 ta morojeni endi nech puldan sotsangiz bo'ladi. Hamma joyda har xil. Deylik, minimum 5 ming, 6 mingdan sotadigan bo'lsangiz, agar 5 mingdan sotadigan bo'lsangiz, bu degani bir kunda 500 ming so'm viruchka. Bir oyda degani 15 million viruchka. Xo'p, 15 million viruchka qilish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Albatta, sifatli muzqaymoq apparatlarini olish kerak. Qarang, mana qancha muzqaymoq apparatlari bor. Sardor aka, keling aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. O'sha mashhur Sardor Frazer akamiz. Bu inson texnolog. Mana shu jamiki siz misol uchun maktabda o'qituvchi bo'lsangiz, bitta fandan matematikani dars beradigan bo'lsangiz, bu inson ham o'sha Frazer bo'yicha morojen tayyorlash, har xil shu morojenga oid soha bo'yicha o'zining spetsialisti. Sizlarga tanishtirib o'taman. Shu sizdan bitta so'rab qolgan narsa, biznes qiladigan akalarga bizni ham yordamimiz tegish maqsadida bitta like bosib qo'ying. Biznes qilaman degan akalarga yetib borsin. Sababi shu, sizda bu foydasi. Ajriga qolasiz, savobga qolasiz. Shu bois qarang, bir kelishib o'tamiz. Aka, mana qarang, morojen apparatlaringiz, bir nechta morojen apparatlaringiz bor ekan. Hatto bu yoqda zapchaslari ham bor. Aka, zapchaslari ham bor. Zapchas bor, Xurshid aka, hammasi bor akajon. Bu yerda ignadan ipigacha 220 hozir vitrina qilganmiz. Sklatimizda sirop, tagi sirop, undan tashqari so'kaqlajitel uchun mana zapchaslar bor. Motorchiga deysizmi, farraga deysizmi, hammasi bor. Xurshid aka, mana rezinkacha, sanliklarigacha, motorchiklarigacha mana ko'rishingiz mumkin. Даже fontan otib beradigan mana milchovka narsalarigacha bo'ladi akajon. Mana. Endi siz shoshilmay tursangiz, hozir sizga manfaatli bo'lgan narxlar bilan tanishtiraman. Keyin do'stlar sizlarga sirni ochamiz. Bu joyni ko'pchilik bilmaydi bu joyni. Qayerda joylashganini hozir video davomida tanishib o'tamiz. Sardor aka, qarang. Aytib o'tganimdek, mana shu smesni tayyor smes, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Qarang. Ta'mi ham xudo ursa yaxshi. Ta'mi 100% shunday odam og'zida qoladi. 100%. Agar sutga tayyorlasangiz, siz o'ylagandan ham yuqoriroq natija bo'ladi. Ya'ni sutga tayyorlaydigan. Sutga tayyorlasa. Suvga tayyorlasa ham bo'ladi. Suvga jarayon o'ta oson, shunga yarasha ta'mga ega bo'lasiz. Lekin sutga imkon bo'lsa, til ojiz. Yeysiz, ko'rasiz. Endi sizdan 135 ming sotib olaman. O'sha 7 litr suvni solib, mana bunaqa apparatchada tayyorlayman. Bo'ldi. Tayyor bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Endi boyagi yuqorida aytib o'tgan gapimda, shu 6 ming, 7 mingdan sotganda ham, masalan, 500-600 ming bo'ladi. 100%. Bir oyda mayli o'rtacha 18-20 ming atrof ishlaydigan bo'lsangiz, 18 million viruchka qilasiz. 100%. Foydangiz shunda do'stlar, bilasizlar, morojenda 3 dan biri xarajat chiqib ketadi, 2% o'zingizga qoladi. 3 dan 2 sizga qoladi. To'ppa-to'g'ri. Xurshid aka, yana bitta ma'lumot beraylik, tushunarsiz bo'lmasin. Bu tayyor, shakar, pakar hammasi ichida. Tayyor. Eng qizig'i azizlar, 24 oy saqlash muddati. Mana shu holatda. Zo'r. 2 yil. Tayyor bo'lgan holatda 20 kun. Bu bitta sezonnikini olib qo'ysa, qancha plyusda gap yo'q. Xo'p, bunday viruchka qilish uchun $1000 dan morojen apparatlaysiz, to'g'rimi? Necha puldan o'zi? Mana akajon, ko'rsating. mana $1000 dan, $1000 dan 1300 gacha. Siz obunachilaringizga dastavkalar ichida qilib beraman. Endi bizni obunachilarga sal ham kelishmasangiz bo'lmaydi, shep. Yo'q, bundan ortiq. Do'stlar, like'lar bosinglar, kommentariy yozinglar, yana narxini tushiramiz. Sardor aka. Mayli. Siz endi xalqni xizmatidagi insonsiz. Mayli. Siz obunachilar uchun. Bidishi. Da. Shuna desa ham bo'ladi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Bizning yo'nalishimiz morojniy. Endi bu sohada davrda shunaqa armiyaga borgansiz, to'g'rimi? Ana armiyskiy insonda gap bor, chot kesadigan, dangalchi inson ekan, o'zimizga o'xshagan. Joningiz sog' bo'lsin. Shu bois aka kelishiring. Mana shuni aka Mildirish ekan. Vaqti 1200 ham sotilgan, 1100 ham sotilgan. To'ppa-to'g'ri. Buni Xurshid aka 1000 deyman, dastavka ichida qilib beraman. Kelishiring. Nimada? O'zingiz ayting, obunachilaringiz uchun. Nimada? Yana nomiga o'ting, yana ozgina. 50 mayli. 950. 950 mayli. $950 do'stlar. Plus 12 ta viloyatga dastavka, 10 litr uchun smes, 450 ming nasatka, 1 litr sirop, oddiy non, shirin non, mana shu apparat $950 uchun. Qolganlari ketadi. $1000, 1100, 1200, 1300. Faqat Xurshid akami obunachilar uchun. Mana ro'y rost gapirdim. Mana bizni bilganlar bilan bilmaganlar haligacha negativ yuraveradi. Garantiyalari bor. Qancha garantiya beradi? Odatda o'zi 3 oygacha garantiya beradi. Bir xil garantiya ham bermaydi. Xurshid aka 1 yil garantiya akajon. 6 oy ham emas, 1 yil. Mana Sardor Frazer garantiyani 1 yil qilib beraman akajon. 1 yil garantiya beramiz. Yana shu boy $950 ichidan podarka ham qo'shib beraman demang. Mana qo'shib beraman. Aytdim hammasi. Bundan ortiq bo'lmaydi. Mana topsin.
Faqat Sardor Frezerda bunaqa. Qadarga qo'shib berasiz? keldim, albatta akajon. Bular qo'shib berasiz. Nasatga hammasi qo'shib Mana beradi. buni qo'shib berasiz. Mana shuni o'zi 1 millionga yaqin narsa, agar hisob kitob qilsangiz. Bunaqa keyin Xurshtaka bularni o'zimiz yasaymiz. Nasatkalar ham bor bizda. $850 tushar ekan aparat. Da, bunday olib qarasa to'ppa-to'g'ri. Mana bunaqa yasaymiz akajon. Gullar ham yasaymiz. Uchiga ekonom bu. Marojniy ekonom qilib bergan gullargacha yasaymiz. O'zimiz texnologimiz. Mana shu marojniy sohasida bizniki akajon. Siz obunachilaringizga qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Aka, bir kunda 100 ta maroj sotsa kerak menimcha. O'ynab kulib sotadi akajon. O'ynab kulib 3 ta bolasi bilan 4 ta bir soat ichida kerak bo'lsa, bunday olib qarasa guruhga 30-40 ta marojniy bo'lganda, pik paytini olsangiz, yo 200 ta o'ynab kulib sotadi, o'ynab. Bu degan agar minimum misol uchun 100 ta sotganingiz kuningizda ana sizga 20 million atrof 18 million yurishga bo'ladi. Oyiga to'ppa. Bu degani indamay $1000 oyga topsa bo'ladi. Bemalol. Sezonda ishonavering. Plyus tomoni zapchastlari ham o'zida bor, garantiya 1 yilga berib turaman deb turibdilar do'stlar. Smetsigacha bor. Bundan ortiq bilmadim. Bundan ortiq bilmadim, imkoniyat bo'lmaydi. Ular qolganlari ham xuddi shundaymi yo qanday? Qolganlari Xurshtaka 1100, 1200, 1300 uzog'i bilan. Hammasiga mayli Xurshtakaning obunachilari uchun hozir aytgan narsam hammasiga qo'shib beraman. Akamni hurmati uchun. Bu insonni biz kuzatardik, mana o'zi keldi, mana qilib beraman. Aka. Rahmat aka, sizga ham katta hurmatingiz bor, siz ham borkan xalq xizmatidasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Sizni ham bizni ham ko'taradigan xalq. To'ppa-to'g'ri. Faqat xalqqa biz beminnat, yaxshi xizmat qilib xalqni shunday ko'tarib qo'yib o'zingiz bilmagan holda. To'ppa-to'g'ri aka. Qarang, bundan tashqari siroplar bor ekan, nonlar bor ekan. Hammasi non ham mana o'zimiz ishlab chiqaramiz nonlarni. Xurshtaka mana viloyatlarga chiqarib beramiz mana. Nonlar mana. Nonlarimiz mana. Mana ko'proq olgan odamga mana 400 so'mdan mana donasi Xurshtaka. Bozor nechta sotsa bo'ladi? Bu hozir ko'p joyda 550 so'mgacha sotadi donasi. Bozorlarda. Mana bozorlarda mana buni 350 so'm, 250 so'mga sotadi. Bu 200 so'm ko'p olgan odam. Bu 400 so'm, buni 200 so'm qilib beraman. Telefon qilinglar desa, mana qilinglar shashara. Optim mana nonlarigacha bor akajon. Hammasi marojniy sohasida bemalol. Xurshtaka hammasi bo'ladi. Narsalar bor ekan qaranglar. Hammasi bor. Ichiga qo'shadigan mana arna razid stakanchiklar bor ekan. Stakanchiklar necha pul? Bu 350 so'm. Bozordan arzonmi qanday? 100 tasi 35. Birga bir. Arzon bo'lsa arzon. Optim bozorga qilib hisob qilyapman. Ko'chanikidan ancha arzon, 100%. Zapchast islam hamma narsasi bor ekan. Ko'rishlari mumkin. Bu tomonda sokovoy apparatlar, ayron apparat bor ekan, popkorn bor ekan. Bular ham sotuvdanmi bular? Hammasi sotuvda akajon. Bulardan sotasiz. Qani bir narxlar hammasi kokteyllarimiz $100 boshlanadi. Ya'ni 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Ayronlarimiz mana $370 mana ko'rishingiz mumkin. Sok axlajlar $350. Mana bo'lsa mana xalqimiz mazza qilib foyda olsin. Keyin Xurshtaka yana bitta narsa, mana unga sirop tayyorlaymiz akajon o'zimiz. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Ko'rsating aka. Mana qaranglar. Bor-ku, mana shu siropni olsalar, marojniy apparatni olsalar, o'ziga mana keraklar popkornni olsalar, lekin oyiga yaxshi daromad olsalar ham bo'ladi. Mana shuni Xurshtaka mana siropida. Hozir ko'pchilik bilmayapti-da. Magazindan olib bankka qo'yib foyda chiqara olmayapti. Mana shu necha pul bo'lgan deb o'ylaysiz Xurshtaka? Mana 10 litr, mana 20 litr narsa. Ishonmaysiz hozir aytsam. 14 ming so'm bo'ladi mana shuni o'zi. Mana shu turish 14 ming so'm. Bular adna razviy stakanni mana xalqimiz 2000 dan sotganda tasavvur qiling. Mana shuni o'zini qancha pulga tursa bo'ladi? Necha pul tursa? Mana shu qarang, mana 14 so'm dedingizmi? 14 ming so'm. 14 mingda hozir mana shu sel sotadigan necha pulga aylanadi? Mana hozir guruhga ruxsatlangan 10 litr bo'lganda, 1 litr yo'q 5 ming bo'lganda hozir 14 ming, greta 60 ming, 70 ming so'm pul bo'ladi. Bu degani 10 litrdan 50 ming olish uchun sof foyda qolaveradi. Sirlarni ochib tashyapmiz. Hamma marojniy suv kelsa-da. Siz uchun aka. O'zimizda lekin talab juda ham kuchli. Bilsangiz, kunimiz issiq. Bularga talab juda ham kuchli. O'shaning uchun siz uyda o'tirmang, niyatni zo'r qiling, boshlang. Hozir mana biz xizmat biznes bor-ku, to'g'risi o'zi tavakkaldan iborat. To'ppa-to'g'ri. Ochsam yurarmikan, yurmaydimikan deb aytish kerak emas. To'ppa-to'g'ri. Ey Alloh menga shunday omadim ber, senga ishonib men tavakkal boshlayman deb raz boshlaymiz. Alloh ham birinchi tavakkalchi yaxshi ko'radi. O'shaning uchun do'stlar adashmanglar. Men narxlarni to'kis, oydin, shaffof ko'rsatib o'tyapmiz, shart-sharoitlarni. Mana ko'ringlar, foydalanish kerak bundan. Bunaqa imkoniyat hali ham bo'lavermaydi. Mana savdo oramizda hammasini qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha maksimal mana Xurshtaka obunachilar uchun sirop, mojito, kivi, qulpinoy, magazinda Flavis, anor suv ichasiz-ku. Mana gapimizga javob birga bir bo'ladi, birga bir. Flavis 10 mingga yaqin pul. 1 litri tasavvur qiling. Va siz 1400 so'mga aylanadi sizga. Mana. Mayli, men konkurentlarim nima o'ylasin, men xalqim uchun yonaman faqat. Mana qo'ldan kelgancha. Shu do'stlar.
Xo'p, bu yerdan faqat o'zi bu do'stlar sekretni joyi ekan. Sklad ekan. Shunday, Bu birinchi. joyda endi qanday bu yerga endi odamlar kela oladimi, kela olmaydimi? Qanday shart-sharoiti? 12 ta viloyatga Xurshid aka. Alo, palonchining nomidan, iminna sizni nomingizdan chiqsa kelishtirib BTS, hozir BTS pochta rivojlangan, akajon. Toshkent shahar ichida BTSgacha tekin olib borib beraman. Nasadga so'rasin, sirop, даже frezerlargacha kelish kerak emas. Hozir zamon talabi. Hamma joy onlayn bo'lib ketdi. Alo desa bo'ldi, akajon. Eng qizig'i frezerlar pulni borgandan keyin to'lov qiladi. Kartaga 1 million tashlab yuboring, 500 ming tashlab yuboring, unaqa narsa yo'q. Boradi, qo'lingizga topshiradi, ana undan keyin pul sanab beradi. O'rnatib ham Frezerlar. Albatta, hammasi ishonchli. Bundan ortiq endi bilmadim, yana nima qilib bersak. Shu xalqimiz uchun hammasi. maksimalniy ravishda kommentariy yozasiz. Layklarni bosasiz. Biznesga qiziqib yurgan do'stlarga tez uchirib qo'yinglar, savobda qolasizlar. Yana qanday ma'lumotlar bor, Sardor aka? Muzqaymoq frezer yo'nalishida 0 dan 100 gacha bemalol Sardor frezerga ishonsangiz bo'ladi. Mana Xurshid akam ham biladi. Smes deysizmi? Smes o'rgatish, kokteyl retseptlari, mana so'kaqlar uchun siroplar, nonlari, barchasi mana Sardor frezerda bemalol o'ylanmasdan, ikkilanmasdan aloqaga chiqaveringlar. Garantiyalari bilan Xurshid aka qilib beramiz, akajonim. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunda ko'rishamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringni albatta ota-onangiz uchun va o'zingiz uchun o'zingizni asrang. Hammaga omad, yaxshi kunda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'linglar.